Ko'p tarmoqli tibbiyot markazi neyroxirurgiya bo'limida ham zamonaviy tibbiy usullar keng joriy etilmoqda. Jumladan, endoskopik usulda diz cho'ralarini olib tashlash kabi kaminvazif va yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari hozirda ko'plab bemorlar uchun sog'ayish imkonini beryapti. Vaqt jamoa fondi tomonidan 115 tadan ortiq bemorlarga ushbu kunda moddiy mablag' ajratilgan bo'lib, markazimizda hozirgacha davolanayotgan bemorlardan 10 dan ortig'i murakkab og'ir jarohat operatsiyalarini amalga oshirildi va hozirgi kunda mana shu kunning o'zida ham 2 ta bemorni vaqf fondi orqali buyrakni ko'chirib o'tkazish operatsiyasiga hozirning o'zida yotqizildi. Bir insonga berilgan yordam butun bir oilaning qalbiga nur, hayotiga ishonch olib kiradi. Shunga muvofiq aytadigan bo'lsak, mehr-oqibat, saxovat va insonparvarlikka asoslangan bunday xayrli ishlar yurtimizda ezgulik va bag'rikenglik muhitini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.